Qahramonmi? Bu ajoyib. Bu men uchun juda ham ortiqcha. Agar bu sen uchun stressli bo'lsa, unga yo'q deb ayt. Agar men shunday qilsam, Clover'ni boshqa a'zosi buni qilishini aytdi. Ehtimol Marina. Bu muammo. Men o'sha oqshom shahri, Gladsheimga yana borishga umuman qarshi emasman. Lekin mendan bu dunyoni inqirozdan qutqarishimni so'rashlari bu juda ham ortiqcha. Ha, lekin Ron seni isming bilan chaqirdi, shunday emasmi? Buni qandaydir ma'nosi bo'lishi kerak. Ma'nosimi? Ha, buni faqat sen qila olasan va u so'rashi mumkin bo'lgan yagona odam sensan. Shuning uchun u seni kutayotgan edi. Faqat men qila olamanmi? O'ylaymanki, senga kerak bo'lgan narsa har doimgidek sarguzashtchi bo'lish. Ha, tushunarli. Dunyo inqirozda bo'ladimi yoki yo'qmi? Qahramon bo'lamanmi yoki yo'qmi? Men qilishim kerak bo'lgan narsa o'zgarmaydi. Katta rahmat, o'zimni ancha yengil his qilyapman. Arzimaydi. Hammasi joyida, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men sening yoningdaman. Dunyo qulab, hamma narsa yo'q bo'lsa ham, men oxirigacha doim sening yoningda qolaman. Nima? Yo'q, biror narsadan tashvishlansang, men senga shunday yopishib olishim mumkin. Aynan shunda sen uyalmaysan yoki qochmaysan. Men seni bezovta qildimmi? Hammasi joyida, sen baribir men bilan gaplashgani kelding. Va ishonchim komilki, boshqalar ham shunday his qiladi. Biz hammamiz sen o'ylagandan ham kuchliroqmiz. Shunday ekanligini bilaman, lekin baribir bu meni tashvishga solmoqda. Sendagi aynan shu narsani biz yaxshi ko'ramiz, yo'q.